Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar yaxshimisizlar? Alloh ma'lana salomat qilsin. Men tuvanda Xitoy hukumatining razil siyosatining qurboni bo'layotgan bevosita tuqqanlarimdan guvohlik bermoqchi. İsmim Emrullah Habibullah, Guljunahiya Rozmetiz kentidan. 1995-yili o'qish sababi bilan Pokiston va Misrga chiqib, 97-yil Saudiya Arabistonga berib, shu yerda yerlashib qolgan. Shu yerda yashab keldim. 2016-yilninki o'ttirlarga qadar men vatandagi urug' tuqqanlarim bilan aloqalashib, normal ko'rishib turgan. Hozir 2 yil bo'ldi. Hech qanday aloqa uzilib qoldi. Aloqa qilinmadim. Yaqinda menga kelgan xabarda mening inim Marigul Abdulmajid, inim Aminullah Habibullahni bir kechida doktorxonaga chiqimiz deb uydan olib chiqib ketib, ta bugun qadar ulardan hech qanday xabar yo'q. Urug' tuqqanlar hech kim bilmaydi ularning qayerdaligini. Mening o'g'lim Umron Amrullah, men 95-yili yenib chiqqan chaqda 2,5 yosh qolgan bola, bundan 2 yil ilgari 20 yillik kesim hukm qilib, 2 yil o'tgandan keyin bir qancha kun ilgari undan xabari keldi menga. G'ulja tekasnaya turmadi ekan. 20 yillik kesibdi. Undan ilgari 1961-yili mening buvam Abdulmajid Tahirni Xitoy hukumati tirik Ot shahrining Qarajul deydigan bir yezida tirik tog'ning bag'riga ko'mib etgan. 1961-yili. Buvamning dadasi Tahir Aysani 18 yil Xitoyning turmushga yetib chiqib, shuning azobida 1971-yili sirtda qazo qilgan. Men yuqoridagi urug' tuqqanlarimningki Xitoy hukumatining shunday razil siyosatining qurboni bo'lib, ig'ir uqubatlarni, ig'ir jazolarni ko'rayotganligidan guvohlik berma. Xalqarodagi haqsuyar qarindoshlarningki qo'ldan kelishicha bir yordam qilib, balamni va onamni, inimni shu turmadan chiqishiga bir yordam qilishini so'rayman.